keyingi anaqamiz, keyingi ishtirokimiz ikkinchi bo'limga o'tamiz o'rtoqlar. Ikkinchi bo'limimiz aynan baliq ozuqalari haqida bo'ladi va unda biz Eron Islom Respublikasidan mutaxassislarni jalb qilganmiz va birinchi chiqishimiz bu Gilak Danih kompaniyasini savdo bo'yicha bosh direktori. Ular aynan forumimizga ishtirok uchib yetib kela olmadilar, lekin video svязdan bog'lanish imkoniyatimiz bo'ladi. To'g'rimi o'rtoqlar? Iskandar aka, Dilmurod aka, sizlarga katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Bu kun davomida obeddan keyin yana savol-javob mavzularimiz bo'ladi. O'rtoqlar aktiv bo'linglar, chunki bizda sertifikatlar, podarkalar, yana baliqchilar uchun syurprizlarimiz tayyor turibdi. Shular bilan bo'lishamiz. To'g'rimi? Xo'sh, texnik tayyorgarchilik qilayotgan paytimizda bugungi forumimiz bu darajasi bilan tanishtirmoqchiman sizlarni. Birinchi bo'limimiz bu o'sha ochilish qismi edi, ya'ni intensivchilik mavzusi, ya'ni O'zbekistondagi yo'li haqida. Ikkinchi bo'limimiz bu baliq yemi intensivchilikning asosi mavzusida bo'lyapti. Bu yerda bizda Eron Islom Respublikasidan tashrif buyurgan mehmonlar 3 ta korxona ishtirok etyapti. Bu Gilak Danih Navid kompaniyasi, ikkinchisi Farah Danih kompaniyasi va Nozanin Danih Pars kompaniyalari. Ularning vakillari shu yerda va hozirda so'zni o'sha bizni mehmonimiz Gilak Danih kompaniyasining bosh direktori Alizirza Musaybi janoblari bo'ladilar. Assalomu alaykum. Yaxshi, ovozimiz bormi? To'g'rilayaptilar texnik ishlar. Yaxshi, texnik ishlar davom etyapti. Ovozni ulasak, janob Musaybi aloqada bo'lganlari juda yaxshi bo'ldi. Men ham qo'shilib aytib tursam, bular bilan mana hozir bizda 3 ta zavoddan 2 tasi yetib kelganlar. Vakillari, direktori, doktori. Bular kela olmadilar, lekin bular ham harakat qilib kelish niyatidalar. Bizga va'da berishdi, xudo xolasa 15 kun, 20 kun, bir oy ichida kelib o'zimiz uchun qaytadan video qilib berishadi. To'g'ridan to'g'ri savollarga javob berishadi. Hozircha video aloqada nima savollaringiz bo'lsa, mana Gilak Navidni o'z zavodidan har qanday savol bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarishda nima muammo yetkazib berish bor, narxingiz nima, sifat nima, qachon qanaqa imkoniyatlar bor, nima muammo bor, nima savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Biz mana tarjimonimiz to'g'ri o'tkazib berishadi. Gilak Danih Navid Common Card brendi ostida tanilgan O'zbekistonda. Common Card deyishda, lekin asllari qasi kompaniyaning nomlari Gilak Danih Navid. Shunaqa. Mabodo sahnadan savollar bo'lsa, anaqadan zaldan beraverasizlar bemalol. Buni sal chekkaroq qilamiz. Bunimi? Ha, shunaqa deyishdi. Yaxshi. Yaxshi. Bo'ladi? Aha, rahmat. Yaxshi, rahmat. Xo'sh, o'rtoqlar, ikkinchi bo'limimizda biz yem zavodlarini vakillarini shunday chaqirganimiz yo'q, ya'ni mahsulotni haqida gapirib berishdan ham tashqari baliqchilik uchun manfaatli bo'lishi uchun bir nechta mavzularga javob tariqasida ularga yuzlanganmiz. Ulardan bittasi bu o'sha ozuqa sifati, uni texnologiyasi va yem tayyorlayotganda qanday xomashyolardan foydalanadi, nima uchun aynan shu xomashyolar kerak bo'ladi. Bu mavzuda janob Alizirza Musaybiydan so'ng ularni vakillarini videolari bor. Aynan shu haqida
video lavha qilamiz. Ikkinchi mavzularimizdan biri bu uzluksiz ta'minot. Uzluksiz ta'minot va Eron Islom Respublikasining O'rta Osiyoga bo'lgan qarashi, to есть qanday ko'rishyapti bizni davlatimizni, bizni o'lkamizni, ularning maqsadlari nima? Bu yo'nalishda Faradanah kompaniyasi chiqish qilib beradilar. Va intensivchilik va yarim intensivchilikda oziqlantirish strategiyasi haqida Nozanin Danih kompaniyasi ishtirok etadilar. Va obeddan so'ng bizda intensivchilikda infeksiyopatologiya aynan kasallik bo'limi bo'lib o'tadi. Bunda ham Nozanin Danih Pars kompaniyasining doktorlari o'z chiqishlari bilan bizni xursand qiladi degan umiddamiz. Va keyingi blokimizda aynan amaliy intensivchilikka yuzlanamiz. Amaliyotdagi intensivchilik va yana bir qiziq mavzu ko'lning yashirin kuchi haqida. Bu yerda praktik baliqchilarimiz, mahalliy baliqchilar texnologiyasi va o'z bilimlari bilan bo'lishadi va yakuniy savol-javoblar bo'limiga o'tamiz va yopilish jarayonini o'sha taqdimotlar, har xil syurprizlar, sertifikatlar va shunga o'xshash nima deydi, sovg'alar bilan yakunlaymiz degan umiddaman, xudo xolasa. O'rtoqlar, mabodo agar savollar bo'ladigan bo'lsa, ikki tarafda mikrofonlar qo'yilgan, chiqib savol berish mumkin. Assalomu alaykum forum qatnashchilari, avvalambor barchalarga xush kelibsizlar deyman. Savolim shundan iboratki aka, biz yem sotib olsak, uni kafolatini kim beradi va bizda qanday imtiyozlarga ega bo'lamiz? Yaxshi savol, yaxshi savol. Men buni yozib oldim. Yem kafolati, sifati brend asosida bekorga tashkillashtirilmadi. O'zimning nomimdan gapiraman, yana ustozlar to'ldiradi, qo'shiladi. Assalomu alaykum, yana bir marta. Savolingizni bir aniqlashtirib olsak-da, masalan, kafolati deganda nimani kafolati? Kafolati deganda masalan hozirgi vaqtda ko'p uzilishlar bo'lyapti. Mana bu Erondagi mojarolar sababli. Mana shuni bu narsalarni hisobga olgan holda, masalan bizga uzluksiz yem yetib keladimi mavsum oxirigacha? Yo bo'lmasa uzilish bo'ladimi? Uzilib qolgan payti nima bo'ladi? Uni masalan qanaqa kelishib olamiz? O'sha narsalarga bir izoh berib o'tsangiz. Savol juda aktual va mana shu savolni biz kutgandik. Yana odamlarni bitta bu siz savol emas, bu menimcha butun O'zbekistondagi baliqchilarning muammosi va savoli. Bu yerda yuridik deb biz bekorga aytmadik. O'tgan yil yo undan oldingi yillar biz ishlayotgandik, sotyapmiz, sotilyapti, tovar hech kim qilmayapti. Lekin hech kimda javobgarlik yo'q. Ertaga bugun yem oldingiz, ertaga ham olib kelib beradimi degan savolga hech kimda javob yo'q. O'sha narsani biz yuridik shartnomalar bilan oyma-oy, kunma-kun, soatma-soat ko'rsatilgan yuridik kuchga ega bo'lgan, javobgarligi bor shartnoma bilan taklif qilamiz. Masalan, siz bilan o'tirib individual biz shartnoma qilamizki, qaysi oyning sanasi, nechinchi sanasida yem kerak bo'ladi, necha tonna. Shu narsani yillik grafik bo'yicha biz ishlab chiqamiz. Kim bizga murojaat qilib ishlasa, bizda ham endi bu cheklangan miqdor, cheklangan deganda O'zbekiston mana 6000 ta baliqchi bo'lsa, biz o'tgan yil 600 tacha odam bilan ishladik. Hisoblab ko'rsak, 500-600 ta odamning oshig'iga yetkazib berish sal qiyinroq. Sababi Eron davlatidagi masalan 60 tadan oshiq zavod bo'lgan bilan ularni ham ishlab chiqarishi Yevropanikidan kattalari bor, lekin cheklangan. Ham ularning o'zining hamkorlari bor. O'zbekistondan boshqa yana 8 ta 9 ta davlat bilan ishlayapti. O'shani hisobiga biz noyabrda bordik, sentyabrda, dekabrga borganimizda Eronda shu narsalarni переговор qildikki, ular bizga necha tonna yetkazib bera oladi. Aniq bizda ro'yxati bor, O'zbekistonga necha tonna bera oladi. Nafaqat bizga, umuman O'zbekistonga. U nechta olib-sotar olib kelaman desa yo tadbirkor olib kelaman desa, buni cheklangan ularda. Masalan, Gilak Danih Navid zavod aytayapti, Kommonkar. Biz yozda 1000 tonna oshiq yem bera olmaymiz, deyapti.
1000 tonna degani bir 40 ta odamning oshig'iga yetmay qoladi. Bu degani biz yilni boshidan o'z rejalarimizni ko'rib chiqib olish kerak. Kim Gilak Daniq Navidda boqadi, Common Kartda, kim Navro'z Daniq yemida, kim Farad Daniqda, kim Kimyogaronda yoki kim yana boshqa Beyza, yana anaqalar ko'p. O'shaning uchun yilni boshida men tavsiya qilgan bo'lardim hammaga o'z ta'minotchisi bilan yuridik kuchga ega bo'lgan shartnoma qilib olishsin. Biz shunaqa shartnoma taklif qilamiz. O'sha shartnomaga biz yuridik pechatimizni qilamiz, shartnoma qilamiz. Hech qanday naqd to'lov yo'q. Naqd bo'lsa ham kassadan chek berib qilamiz, javobgarlikni bo'ynimizga olamiz. Bizni o'tgan yil ishlagan mana hamkorlarimiz, bizni sotib olgan odamlar biladi. Biz o'tgan yil 400 furu atrofida yem olib kelgan bo'lsak, o'zimizda yem bo'lmagan paytida bizda javobgarlik bor edi. Biz nima qildik? Boshqa raqobatchimizdan yoki bozorda bor yemni sotib olib bo'lsa ham yetkazib berdik. Biz shuni qilamiz, aniq odam bilan aniq sonni kelishib olamiz, undan ortig'ini sota olmaymiz. Masalan, yozda iyun oyida biz reja qilamiz, kimdir bizga hozirdan shartnoma qilib iyun oyida olaman desa, birov 15 tonna olaman deydi, birov 1 furu olaman deydi, birov 40 tonna olaman deydi. Shunaqa qilgan paytda 1000 tonna to'lgandimi, to'lgandan keyin oshiqcha zakaz olmaymiz. Bu nevozможно, bu mashinniklik bo'lib qoladi. Sal qo'polroq aytganda, yo'q narsani sotish bo'lib qoladi. O'shaning uchun bizda aniq raqamlar bor, aniq sifra bo'yicha sotamiz. Bu yem tugadi aka, bundan bera olmaymiz. Endi o'zingiz boshqa joyni qidirib ko'ring yoki-da mana biz sizga mana bu yemni taklif qilamiz deb aytamiz. Bu degani qancha tezroq bo'lsa o'z ta'minotchingiz bilan, bir biza bilan emas, o'z ta'minotchingiz bilan shartnoma qilib oling. O'sha shartnomada oyma-oy, kunma-kun o'z talabingizni yozib qo'ying. Qaysi oyda qanaqa berasiz. O'shaning uchun bu savolga menimcha savol javob berdim. Sifat masalasiga kelsangiz, sifatga zavod 1 oy davomida javob beradi. Qanaqa 1 oy? Masalan, keldi yemingiz, ichida nimadir kam chiqyaptimi, nimadir ichida sifatsiz chiqyaptimi? Lekin bular juda katta zavodlar, har birida 10 ming, 20 ming tonnalab xom amashya turadi. Biz Faradanixga ham, Commonga ham borganimizda shunaqa savollarni berganmiz. Bizdan baliqchilar savol beradi deb. Bu sifatsiz chiqib qolishi mumkinmi desa, sifatsiz chiqib qolish ehtimoli 0 ga teng bo'ladi. Sababi aytayapti, yiliga 4 ming, 5 ming tonnalab xomashani qaytarib yuboramiz eshikning tagidan deyapti. Faradanix zavodida shunaqa narsa borki, mana Navro'z Danixda ham, Commonda ham seriyo keldi, xomashyo kelganda pura turadi o'sha yerda. Kirishga ruxsat yo'q, qachonki laboratoriya unga tekshirib dabro bermaguncha. Kirib ketguncha. 5 minutda, 10 minutda xomashyoni sifatlimi yo'qmi, yaroqlimi yo'qmi aniqlaydi. Keyin xomashyoni ishlash jarayoni ham 90% gacha avtomatlashgan. Uni inson faktori emas, avtomat o'tyapti hamma yerda. U kompyuterda ko'rib o'tiribdi. Qaysi prosess, masalan, yem 80 gradus, 120 gradusda pishayotgan bo'lsa, o'sha graduslar oshib ketmayaptimi? Ichidagi vitamin kuyib ketmayaptimi? Ichidagi protein oz emasmi? Yog'i ko'payib ketmayaptimi? Shularni tekshiradi, 90% gacha avtomatlashgan. Keyin chiqib ketayotgan seriyoni ham har biridan o'zidan namuna olib qoladi. Ertaga sizning shikoyatingiz bo'lsa, bemalol aytasiz, o'sha partiyani ular tekshira oladi. Ularda ham sizni narxingiz turibdi. Agar yo'lda nimadir bo'lgan bo'lsa, yomg'ir yog'gan bo'lsa, usti namlangan bo'lsa, plislagan bo'lsa yoki ta'minotchingiz yirtilgan, qolib bergan bo'lsa, uni siz o'rtadagi sizga yuridik kafolat bergan odamni talab qilishingiz kerak bo'ladi. Narx masalasiga kelsa, narx o'zingiz bilasizlar, mana 3 yildan beri naqa bo'lyapti, nima deydi, kalibalni, o'zgaruvchan bo'lyapti narx. Yozga keladi, tugagan paytda qimmat sotishadi yoki-da chegarada yo'lda furalar yo'l kirani oshirib yuboradi yoki-da qonunchilik o'zgaryapti. Mana Eron davlatida ham 3 oydan beri biznes kart degan narsa qo'shilib, ya'ni 2000, 1,5 ming dollargacha pul qo'shilyapti bir furaga. O'shaning uchun iloji boricha yilni boshidan dogovor qilsangizlar narx o'zgarmaydi. Lekin yozda hech kim kafolat bermaydi sizlarga yetkazib berishga ham, narxini qaysidir ma'noda ushlab o'tirishga ham, agar sizda shartnoma bo'lmasa. Shartnoma bo'lsa, aniq bilasiz, qachon yetkazib berishadi. Siz yuridik shartnomaga egasiz, ertaga organga shikoyat qilib, "Meni shartnomam bor, bajarmayapti" deb undirib olishingiz mumkin. Shartlarni ham kelishib olish mumkin o'zaro o'tirib. O'shaning uchun bu yerda men o'ylayman, hammasini yechimi hozir yilni boshida rejalashtirish. Mana Dilshod aka aytganidek, biz tavakkalga asoslangan baliqchilikdan rejalashtirilgan, bu rejalashtirganda nima? Necha pul tikaman, qanaqa ishlayman, kim yetkazib beradi, kim javobgar, qaysi
odam menga mabodo yetkazib bera olmasa javob beradi degan savolga javob. Qanaqa natija olasiz? O'sha narsalargacha ham yilni boshida rejalashtirishni tavsiya qilamiz. Shuning uchun biz yilni boshida yig'ilyapmiz hozir. Sal ko'proq javob berdim. Menimcha qo'shimcha savollarga ham boshqa fikrlar bo'lsa ayting. Rahmat, salomat bo'ling. Savolingiz ochiq qolgan bo'lsa, mabodo bizni kontaktlarimiz ko'rinyapti, ijtimoiy tarmoqlar, boshqa siz bemalol murojaat qilsangizlar, individual ham gaplashib olamiz. Yana savollar bo'lsa aytaveringlar. Shu yerda agar fursat bo'lsa, bu yerda hozir yig'ilganlar yangi baliqchilar ham bor, eski baliqchilar ham bor. Boya Dilshod aka Abduvohidov aytib o'tdilar. Bizda o'rgatuvchi mutaxassislar bo'ladi. Yangi nimada dedilar. Ular hozir men savolim shundan iboratki, ular avvaldan tayyorlanganmi? Ularda tajriba bormi yoki endi yig'iladimi bu mutaxassislar? O'sha savolga bitta javob berib o'tsangiz. Juda mantiqli savol. Bu masalan o'zidan o'zi gapirib, har narsani qilib, eksperiment qilmaydimi bizni ustimizda degan xulosa qilsak bo'ladi bunda. Biz mana Erondan doktor olib kelyapmiz. Doktor deydi endi ular, biz ixtiyolog deymiz-ku ruschada, baliqchilik bo'yicha mutaxassis. O'sha odamlar mana zavodlar biz bilan kelishganmiz. Zavodlar bilan xudo xolasa, zavodlar bizga bir oyda bir marta mutaxassis berib turamiz. Deyishyapti. O'zbekistonga borib, qaysidir baliqchilik xo'jaligida anaqa qilishadi. U yerda seminar qilib, u yerdagi muammolarni ko'tarishadi. Yana biz qilmoqchi bo'lgan laboratoriya, ya'ni ko'chma laboratoriyada maqsad va anaqa vazifa va siz aytayotgan savolga javob, biz albatta amaliy tajribaga ega bo'lgan, mana o'zlaringiz bilasizlar, Eron ham dunyoda 3-o'rinda turadi. Ilm, kitob o'qish, boshqa o'zining IQ'si bo'yicha-da 5likka kiradi. Mana Xitoy, Janubiy Koreya, Rossiya naqalardan keyin Yevropa davlatlaridan. Shuni demoqchimanki, ularning ilmi kuchli, ulardan biz ham hozir universitetda ishlayotgan, ham amaliy 8-10 yillik baliqchilik xo'jaligida ishlagan, intensiv baliqchilik nimaligini biladigan, issiq suv baliqchiligi nimaligini biladigan doktor olib kelyapmiz. Uni berayotgan tavsiyasi, uni berayotgan doktorlarning tilida aytganda назначенияsi bo'ladi-ku, mana shunaqa qilasan, bundaqa bo'ladi, bunaqa. O'sha narsasiga biz javob beramiz. Balig'ingiz ustida eksperiment qilmaydi. Masalan, biz boshidan shunaqa sharoit qilyapmizki, ko'lni qurilishiga jamoamiz bor. Ko'lingiz bormi? Biz sizga tekshirib beramiz, to'g'rimi, yo'qmi qurilishi. Yangi baliqchilik qilyapsizmi? Biz sizga proyekt qilib beramiz. Proyektdan keyin kim qilib berish kerak o'sha proyektni degan savolingizga ham javob bor bizning jamoada o'da. Keyin o'sha yerga baliqni, chavog'ini kimdan olish kerak, qanaqa nechi baliq tashlash kerak, qanaqa reja qilish kerak, unga ham javob bor. Keyin o'sha baliqni boqish jarayonida qaysi kasalliklar, nima yem, qanaqa instrument ishlatish kerak, unga ham javob bor. Xudo xolasa, yig'im-terim sezonigacha biz yana bitta narsani tashkil qilmoqchimiz. O'zbekistondagi zibit joylar, mana baliqni sotiladigan joylarni kontaktlarini yig'ish qilmoqchimiz. Bu degani baliqni kimga sotishingizgacha xudo xolasa biz yechim beramiz yil oxirigacha. Siz biz bilan shartnoma qilgan vaqtingizni o'zida biz ham baliq ko'lingizni qurilishini to'g'rimi yo'qmi bilib beramiz. O'sha yerga qancha baliq tashlash kerak, to'g'ri bo'ladi. U yerda qanaqa yetishtirish kerak, yana sizga har oyda borib turib biz besplatni, ya'ni tekinga sizga o'sha yerda har oy konsultatsiya berib ketamiz.